Navoda o'zingizni taraqqiy qildirishga va qadrlashga arziydigan ma'lum bir xil talant bor deb qarasangiz, uning uchun qurbonlik bering. Chunki hayotlik o'zliksiz davomlashtirish, o'z-o'ziga jang e'lon qilish va o'zni mukammallashtirishga boshlash bilan ma'nosini topadi. Alayliq, o'sib ketilish jarayonida biz hamisha dunyoni boshqalarning eg'iz orqali tushunsak bo'lmaydi. Biz cho'qim o'z turmush amaliyatimiz orqali dunyoni tushunishimiz kerak, ham umidsizlanmasligimiz lozim. Ömür cheklik. Biz turmushdagi har bir oddiy haqiqatlarni tushungan vaqtimizda olamning to'limi keng ekanligini his qilamiz. Atrofimizdagi turmush deb ataladigan narsalarni odamlar yaratgan. Ya'ni kelib sizdan bak aqlliq bo'lmagan odamlar yaratgan. Mush nuqtani tushungan chog'ingizda siz ilgirki o'zingiz bo'lmay qolasiz. Qani do'stim, qaddingizni ruslang. Mantiqa va nazariya jihatdan siz orzuyingizni hozir amalga oshira olasiz. Lekin siz hayotingizda o'zgacha natijalarga erishay desangiz, o'z taqdiringizga o'zingiz ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, sizmi cho'qim o'zgacha odam bo'lishingiz kerak.